Assalomu alaykum. Efirda tez yordam. Muxlislarimizdan kelgan taklif va talablarga adashdim. Muxlislarimizdan kelgan takliflar, talablar, istaklar ko'payib ketdi. Xudoyim, asablarim. Neyropatolog shifokorni chaqiring. Bu galgi ko'rsatuvimizda xuddi men kabi tez va sal narsaga asabiylashadiganlar uchun kerakli va foydali ma'lumotlar beramiz. Bu borada bizga oliy toifali shifokor, nevrolog yordam beradi. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Men hozirgina so'zlarim biroz chalkashib, asabiylashdim, asablarim ozgina taranglashdi. Bu holatda inson organizmida nimalar ro'y beradi? Menimcha bu nafaqat menga, balki bizni tomosha qilib turgan ekran qarshisidagi teletomoshabinlarimiz uchun ham qiziq deb o'ylayman. Asabiylashganda insonlarda stress gormonlari ajrab chiqadi. Bular kortizol, adrenalin degan gormonlar. Bularning vazifasi nima? Qonda adrenalin ko'paygandan keyin yurak tezlashadi, oyoq qo'l uvishadi, havo yetishmaydi, bosh og'riydi, bosh aylanadi, holsizlik bo'ladi. Bu gormonlarning ishi. Me'yorida bular foydali hisoblanadi, lekin me'yoridan oshsa, bu kasallikka olib boradi, asab kasalliklariga. Bilasizmi, asabiylashish sog'liq uchun zarar ekanini bilardim, ammo bu daraja salbiy ta'sir ko'rsatishini bilmagan ekanman. Ammo xohlaymizmi yo'qmi, hozirda asab kasalliklari avj olgan davrda yashayapmizda. Kattalar-ku mayli, ammo hozir yosh bolalar ham asabiylar, ular ham jizzaki bo'lib qolishgan qandaydir. Mutaxassis sifatida buning asosiy sababi nimada deb ayta olasiz? Yosh bolalarda asab kasalliklari avj olishining sababi bu hayotiy misollardan, ya'ni hozir texnika asri, texnika bolalardan uzilib bo'lmaydi, gadjetlar, telefon, internet, yoshga xos bo'lmagan narsalarni ko'p ko'rishadi. U yerda multfilm ko'rar bolalar yoki bo'lmasa boshqa ko'rsatuvlar ko'rar. U albatta bolalarning ongiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Endi bunga kim aybdor? Ota-ona aybdor albatta. Uni nazorat qilish, uni boshqarish ota-ona vazifasi. Ayni daqiqalarda teletomoshabinlarimizdan kelgan savollar bor. Keling, hozir shularga sizdan javob olsak. 60 yoshli Nargizaxon onajonimizdan kelgan savol. Davleniyam bor va u har asabiylashganimda ko'tariladi. Bu holatda neyropatologga murojaat qilaymi yoki terapevt shifokorgami debdilar? Bu holatda ikkala shifokorga ham nazorat qilinadi. Agar asabiylashish hisobida onaxonda qon bosimlari oshib turgan bo'lsa, neyropatolog davolaydi. Qachonki stressni, asabiylashishni bartaraf etmasak, samara bermaydi davolash. Keyingi savolimiz: ismim Mohgul, 38 yoshdaman. 5 nafar farzandning onasiman. Farzandlarimni sal to'palon ko'targanlarida ham asabiylashaman, hatto ularni urib ham yuboraman. Keyin esa o'zim xafa bo'lib o'tiraman. Axir ular hali bola, jim o'tirishlarining imkoni yo'q. Men qanday ona bo'ldim deb. Menimcha bu butun onalarning savollari bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Bu siz yomon ona degani emas. Onalarga oson emas, farzand tarbiyasi, farzandni katta qilish juda ham qiyin ish. Onalarda o'sha turmush charchoqlari bo'ladi. Agar erkaklarni onalarning o'rniga qo'yib ko'ring, 1 soatga ham chidashmaydi. Shu hisobiga men yaqini bo'lsin, farzandi bo'lsin, onada o'sha vaqtida dam olmaydi, vaqtida uxlamaydi, vaqtida ovqatlamaydi. Shu hisobiga asablar zo'riqishligi, charchoqlari kelib chiqadi. O'z-o'zidan onada bosh og'riqlar, asabiylik, stress holatlari va bu hisobiga onada o'zining ruhiyatini, o'zining hissiyotlarini boshqara olmaslik kelib chiqadi. Buni davolasa bo'ladi. Yana bir narsa, ona tinch bo'lsa, oila tinch degani. 40 yoshli Go'zalxonning savollari ekan. Men ko'p depressiyada yurganimdan qo'llarim oz-oz qaltiraydigan bo'lib qolgan. Hozirda shifokorlar kuchli tabletkalar iste'mol qilishim kerakligini aytishyapti. Ammo men o'rganib qolaman deb hech bir dorini qabul qilmayapman. Menga nima maslahat berasiz debdilar? Nevroz kasallarda, o'sha asab tizimidagi muammosi bor kasallarda shunaqa narsa bo'ladiki, hech bir davolashni oxiriga yetkazishmaydi. Bu noto'g'ri narsa.
to'g'ri dozada shifokor tavsiyasi bilan va vaqtinchalik beriladi dorilar o'shanda samara beradi. Doridan qo'rqish kerak emas, kasallikdan qo'rqish kerak. Aytingchi, asabiy odamning miyasi bilan xotirjam turgan odamning miyasi o'rtasida qanday farqlar bo'ladi? Asabiy odam doim stressda yuradi. Bu degani hayotda xotirjamlik yo'q, halovat yo'q, hech narsadan ko'ngli to'lmaydi, yurakda, ko'ngilda g'ashlik bilan yuradi. Bu albatta nerv tizimida hali aytib o'tganimizdek stress gormonlari ko'p miqdorda ajralishiga olib keladi. O'z-o'zidan stress gormonlari ko'p chiqqandan keyin doimiy charchoq, lanchlik, holsizlik, ishtahasizlik, quntissizlik, ya'ni bir boshlagan ishlarni oxiriga yetkazmaydi. Xotirjam odamda esa energiya tejab ishlanadi. Ya'ni stress gormonlari kerakli vaqtda chiqadi. Yana bir qiziq savol bor, asabiy odam tez qariydimi? Albatta bu ilmiy isbotlangan. Asabiy odamda tez qarish alomatlari, yuzga ajinlar tushishligi, organlar faoliyatini susayishi, boshqa kasalliklar kelib chiqishi aniqlangan. Kerak bo'lsa, odamlarda bir kunda sochlar oqarib ketishligi, bir kunda qarib ketish holatlari, chuqur stress holatlaridan keyin ko'p kuzatilgan. Men shunchaki jizzakiman, bu kasallik emas deydiganlarga nima degan bo'lardingiz? Bu ko'pincha surunkali charchoq bo'ladi, surunkali charchoq. Bu ham kasallik hisoblanadi. Asablar charchashi, asablar zo'riqishligi. Bu davolash talab qilinadi. Davolansa hayot sifati yaxshilanadi. Yana hayot sifatini tartibga solish, ya'ni qanaqa ish vaqti bilan dam olishini me'yorida bo'lish kerak, o'shanda jizzakilik ham o'tib ketadi. Aslida bu kasallik hisoblanadi jizzakilik. Asabiylik irsiy bo'lishi ham mumkinmi? Irsiy kasallik hisoblanmaydi. Asabiylik hayot davomida orttiriladi. Turli hayot tashvishlari, stresslar, ishdagi, oiladagi muammolar, ijtimoiy muammolardan keyin kelib chiqadigan bu holat, bu irsiy kasallik hisoblanmaydi. Inson o'ta asabiylashganida bir daqiqada o'zini bosa olishi mumkinmi? Bor, bu juda ham samarali usul hisoblanadi. 4-6 nafas usuli. Bu qanaqangi bo'ladi? 4 sekund davomida chuqur asta-sekin nafas olinadi. 4 sekund nafas ushlab turasizda, 6 sekund davomida sekin chiqarasiz sekinlik bilan. Mana shu holat 5 marta takrorlansa, natija yaxshi bo'ladi. Asabiylashish, yurak o'ynashi, havo yetishmasligi, bosh aylanishi, mana shu belgilar tez o'tadi. Asab kasalliklari ham insul yoki infarkt kasalliklariga olib kelish ehtimoli ham bormi? To'g'ri kasalliklarga olib kelmaydi. Uzoq davom etsa, yillar davomida davom etsa, bu narsa keyinchalik asorat sifatida, ya'ni yurak, miya qon tomir kasalliklariga olib kelishligi mumkin. Insonlar qachon va qanday holatga tushganlarida nevropatologga murojaat qilishlari kerak? Asabiylik 2-3 haftadan ortiq davom etsa, ishda, oilada jirrakilik, jizzakilik, ta'sirchanlik, uyqu buzilishligi, yurak bezovta bo'lishlari, qon bosim oshishi, bosh og'rig'i, bosh aylanishi shunaqa simptomlar tinimsiz davom etaversa, albatta nevropatologga vaqtida murojaat qilish kerak. Asabiylik kuchsizligi emas. Asabiylik organizmning aqlli ogohlantirishi. Ekran qarshisidagi aziz teletomoshabinlarimizga bergan qiziqarli va foydali ma'lumotlaringiz uchun sizga katta rahmat. Sizlarga ham rahmat. Salomat bo'linglar. O'zingizni va asablaringizni ehtiyot qiling, qadrlilarim. Yana qaysi kasalliklar bo'yicha mutaxassisdan maslahat olishni xohlagan bo'lardingiz? Bu haqda ekranda ko'ringan Telegram manziliga xabar yuboring. Sog'lom bo'ling va biz bilan tez yordam oling. Sizlar bilan doimgidek Umida Karimova bo'ldi.